Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu video qo'llanma Yandex.Marketdagi avtomatik sharhlarga javob berish sozlamalarini yo'lga qo'yish bo'ladi. Misol uchun bizda Yandex kabinetimiz bo'lsa, sharhlar bo'limiga kirishimiz kerak bo'ladi va sharhlar bo'limida har bitta sharhga avtomatik javobni o'chirib va yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun sharhlarga javob berish yoqish 4-dan boshlaymiz va 5-dan. Aytaylik 4 va 5 qo'yganlarga yoqib qo'ydik. Va agar bizga bir qo'yadigan bo'lsa, biz buni avtomatik ravishda o'chirib yoki yoqib qo'yishimiz mumkin. Bu yoqda har bitta javob rus tilida va o'zbek tilida o'zimiz ixtisoslashtirsak bo'ladi. Misol uchun, javob prefiksi bu nima? Javob prefiksi bu birinchi navbatda mijoz bilan salomlashish bo'ladi. Javob suffiksi bo'ladigan bo'lsa, bu xayrlashish va shunga o'xshaydigan ma'lumotlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Javob matni o'zbek tilida xohlasanglar to'ldirmasanglar bo'ladi. Agar standart shablon o'zingizlar to'ldirmoqchi bo'lsanglar, standart shablonni bu yoqdan o'chirib qo'yib va buni o'zingiznikini yoqib qo'ysangiz shunda ishlaydi. Agar biz umumiy hech narsa yozmasdan turib standart shablonni qo'llasak va sun'iy intellektni qo'llasak, o'zi avtomatik ravishda ishlaydi. Biz javob mantiqini o'zbek tilida to'ldirmasligimiz ham mumkin va rus tilida ham to'ldirmasligimiz ham mumkin. Umumiy sun'iy idrokka agar yoqib qo'yadigan bo'lsak, o'zi javob berib ketaveradi. Har bitta yulduzchaga biz sharhlarga avtomatik javob berishni yoqishimiz mumkin va o'chirib qo'yishimiz mumkin. Bemalol foydalansanglar bo'ladi.